İsa alayhissalom ko'tarilib ketgandan keyin Yahudiylar endi 12 kishini olib kelishdi. Qolgan 12 kishida bor edi, 11 ta qoldimi? Shularni havoriylarni olib keldi. Olib keldida bitta imtihon qildi. Sen Isoga iymon keltirganmisan? Degan edi, men iymon keltirganman dedi. Ikkinchisidan so'ragan edi, iymon keltirganman dedi. O'ldirib yuborishi mumkin edi. Lekin İsa alayhissalomning atrofida havoriylar shundaylari chiqgan, havoriylar shundaylari chiqgan, jonini Alloh uchun fido qilganlari chiqgan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom Isoning atrofidagi havoriylardaqa bo'lmaysizlarmi deb sahobiylarga aytgan. Sahobiylar kelishib Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu va boshqa sahobiylar payg'ambar alayhissalomning oldiga keldi. Shunaqa Makkani kofirlari azoblab bularni rosa azoblagandan keyin, xo'r bo'lib ketgandan keyin payg'ambar alayhissalomning oldiga kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom Ka'baning soyasida suyanib o'tirgan edi. Shunda aytdi, "Ya Rasululloh" dedi. Ha degan. Duo qilmaysizmi? Alloh bizga nusrat bersin deb duo qilmaysizmi, ya Rasululloh? Biz haq emasmizmi? deb kelganda payg'ambar alayhissalom ranglari o'zgardi. O'rinlaridan o'tirdi. Jiddiylashdi. Keyin aytdiki, "Sizlarga nima bo'ldi? Sizlardan avvalgilarni shunday boshining qoq o'rtasidan aralab ikkiga bo'lib tashaganda dinidan qaytarmagan edi ularni" dedi. Mana bular Isa alayhissalomning havoriylari shuna edi. Isa alayhissalomning havoriylarini qoq aralab o'rtadan bo'lib tashasa ham dindan qaytmay nasroniy o'sha haq dinda Isa alayhissalom olib kelgan dinda turishgan edi. Lekin undan keyin buzilgan bu din. Yahudlar nima qildi? Yahudlar bitta imtihon qilyapti. Shunda ular men Allohga iymon keltirdim. Isa Allohning rasuli, elchisi, haq payg'ambar deydi. Xuddi musulmonlar aytgan so'zni ular ham aytgan. Bizlar ham aytamiz, Isa Allohning payg'ambari deymiz, to'g'rimi? Xo'p, ikkinchisini olib keldi, uchinchisini olib keldi, to'rtinchisi. Ichidan bittasi aytdi, "Ya men Isoga iymon keltirmagan edim, faqat yurgan edim atrofida" dedi. Kofir bo'ldi. 12 dan bittanglar kofir bo'ladi, 12 marta kofir bo'lasizlar degan. Qo'yib yubordi hammasini da, qaytadan keyin yig'di. Ikkinchi marta yig'ib yana so'ragan edi, yana haliga ichida bittasi, "Ya men iymon" 12 marta qo'yib 12 marta so'ragan edi, 12 marta kofir bo'ldi. Keyin Yahudlar aytdi, "Sizlar o'ldirmaymiz sizlarni. Sizlarningga bir shart da'vat qilmaysizlar. Isoni diniga da'vat qilmaysizlar" dedi. Shart shu. Qarang, subhanalloh. Dinga da'vat qilmaysan degan shartlar bo'ladi-ya. Dinga da'vat qilmaysan degan shart. Iso Yahudlar qo'ygan ekan shu shartni. Shunda ular da'vatni sirriy, maxfiy holatda davom etaverdi. 250 yil sir da'vat bo'lgan ekan. Konstantin deymizmi? Konstantin degan podshoh kelganda, u podshoh Nasara dinini qabullagan ekanda, lekin u dinga shirklarni kirgizib yuborgan ekan. U Yunon, Greklardan ko'p butparastliklarni ta'sirlangan va shu nasronlarning diniga shu butparastlikni kirgizgan kishi shu bo'lgan ekan. Shundan u Nasro dinini qabul qilgandan keyin endi ularga nasroniylarning ko'kragiga nima tegib qolar ekan? Shamol tegib da'vat qilinglar degan ekan, lekin haqiqiy Isa alayhissalomning olib kelgan dinini emas. Konstantinning olib kelgan dini bo'yicha da'vat qilishga buyurgan ekan. Podshohning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga iymon keltirmagan chala dinni da'vat qildirgan ekan nasorolarga. Ana shunday qilib ularning dinida, nasroniy dinida buzilishlik shu vaqtdan paydo bo'lgan ekan.